Qabrdan tirik chiqqan qiz. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Iltimos videoroligimiz keng tarqalishi uchun videoga like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Andijon viloyatining qaysidir tumanida sodir bo'lgan voqea. Bir chiroyli, odobli, esli hushli, hamma ishlarini vaqtida qilib 5 vaqt namoz o'qiydigan bir qiz bor edi. Bir kuni u qiz plitaga suv qo'yayotib, tokning ochiq joyini nogahon bilmasdan ushlab oldi. Tok judayam baland va kuchli bo'lganligi sababli qizni tok urib otib yuboradi. Aksiga olib uyda hech kim yo'q. Onasi bozorga ketgan. Dadasi esa Rossiyada ishlaydi. Bu ahvolda qiz ancha payt qolib ketdi. Onasi bozordan kelib, qizining ahvolini ko'rib dod solib yig'laydi. Qo'shnilarni chaqirishadi, doktorlar kelishadi. Xullas qizni o'ldi deb o'ylab, ko'mishga tayyorgarlik qilishadi. Dadasi kelguncha kutmay qizni qabrga qo'ymoqchi bo'lishadi. U qizning eng yaqin dugonasi bo'lib, uning ismi Nozima. Qizning ismi esa Zulxumor edi. Zulxumorni o'lganini eshitgan dugonasi Nozima uning tez uyiga keladi va dugonasi murdasi yotgan uyga kirib, Zulxumor deb dod deb yig'laydi. Ishonmayman dugonajon, o'tgan kuni sen bilan ko'rishgan edik-ku. Bir pasda senga nima bo'ldi? Yo'q, ishonmayman. Tur Zulxumor, tur deb yig'lab yotsa, Nozimaning sochini kimdir tortganga o'xshadi. Cho'chib orqasiga qarasa hech kim yo'q. Zulxumorning onasi narigi tomonda yig'layotgan edi. Nozima bunga uncha e'tibor bermadi. Xullas Zulxumorni qabrga qo'yishdi. Ertasiga dadasi kelib janjal qildi. Nega meni kutmadinglar? Hech bo'lmasa qizimni o'ligini, jonsiz tanasini bo'lsa ham ko'rardim. Axir 1,5 yildan beri Zulxumorimni ko'rmagan edim-ku. Yagonam, nega meni tashlab ketding? Ayt nega deb bechora dadasi yig'ladi. Oradan 2 kun o'tib Zulxumor dugonasining tushiga kirdi. Dugonajon, men tirikman. Tirikligimga ishon, meni bu yerdan olib ketinglar. Dadam ham bu yerga kelsin. Men ularni juda sog'indim. Kelinglar, men tirikman. Men tirikman dedi. Nozima ko'rgan tushini oyisiga aytadi. Oyisi esa qizim dugonasining o'limidan qattiq ta'sirlanibdi. Qizimni o'qitvoraman deb bir o'qiydigan ayolga o'qitvoradi. Lekin yana Zulxumor Nozimaning tushiga kiradi. Dugonajon ishon, men tirikman deydi. Nozima esa oyisiga dugonam tirik, u meni olib ket deyapti. U tirik deb yig'laydi. Nozimaning oyisi imom domlaga borib, bo'lgan voqeani aytish kerak deb aytib beradi. Domla esa tushni ta'bir qilib ko'rib, ko'rgan tushi to'g'ri. O'lgan qizni otasi va onasidan so'rab qabrni ochish kerak deydi. Xullas Zulxumorni qabrini ochishga ota-onasi rozilik bildiradi va Zulxumorni qabrini ochishadi. Ne ko'z bilan ko'rishsinki, Zulxumor qo'yilgan joyida yo'q. Qabrga hamma kirishga qo'rqadi. Lekin Zulxumorning yagona onaizori qizim tirik, nega endi qizimdan qo'rqarkanman deb go'rkov bilan qabrga tushadi. Qarashsa bir chekkada oppoq libosda yagona qizi Zulxumor bir chekkada beg'ubor bo'lib uxlab yotardi. Qizini ko'rgan onaizor qizini bag'riga oladi. Qizim, Zulxumorim, yagonam, tirikmisan? Ko'zingni och deb yig'laydi. Alloh qudratingdan o'lgan Zulxumor ko'zini ochadi. Onajon, men tirikman, qarang men tirikman deb ular qabrdan chiqishadi. Zulxumorni otasi ham ishongisi kelmadi. O'zingga shukr Allohim deb hammasi Zulxumor bilan ko'rishadi va birgalikda uyga qaytishadi. Dugonasi bilan gaplashadi. Nozima, Zulxumor dugonajon, qabrda qo'rqmadingmi? Meni kechir. Birinchi kun tushimga kirganingda oldinga bora olmadim. Meni kechir qiynalganing uchun deb yig'lab yuboradi. Yig'lama dugonajon, men qo'rqmadim. Meni bir chiroyli oppoq kapalak qo'riqladi. Qop-qorong'u qabrni yoritib turdi. Qo'rqmadim. Qornim ham ochmadi deb dugonasini yupatadi. Xullas Zulxumorni tok urib o'lgan u. Shunda qabrga qo'yilganda yer zax bo'larkan.
tok urib o'lgan insonlarning ba'zilari zaxda tirilib ketarkan-u, keyin qabrdan chiqolmay yana o'lib qolarkan. Lekin Zulxumor esa pok va ozoda qiz bo'lgani uchun, 5 vaqt namozni erinmay o'qigani uchun, sof dil, oq ko'ngil bo'lganligi uchun Alloh uni tirik qaytaribdi. Qop-qorong'u qabrga mittigina kapalak jo'natib, yop-yorug' qilibdi. Lekin Zulxumorning qo'llari ozgina shilingan, chunki qabrdan chiqaman deb yerni timdalagan.